O'zbekiston Kongo uchrashuvi oldidan shaxsiy fikr va taxminlarim. Taxminim bo'yicha biz Kongoni yutamiz, lekin guruhdan chiqa olmaymiz. Chunki endi ko'rib turibsiz, vaziyat juda ham qiyin, matematika yotibdi. Asosan mana bu Ekvador Germaniyani yutib qo'yganidan keyin bir balo bo'lib ketdi va deyarli chiqishimiz imkoniyati juda ham past bo'lib ketdi, deyarli 0 ga teng. Shuning uchun shaxsiy fikrim biz yutamiz Kongoni, lekin chiqa olmaymiz va o'zi umuman o'zbek futbol tarixiga olib qarasak, bunda biz matematika bor joyda chiqa olmaganmiz. Imkoniyatimiz ozgina bor, matematik bir imkoniyatlarimiz bor paytda chiqa olmaganmiz guruhdan va umuman olganda. Faqatgina mana shu biz yorib tashlasak, buzib tashlasak o'shanda chiqamiz, lekin mana shu matematika orqali juda ham qiyin bo'lgan. 90% vaziyatlarda matematika oxirida biza kutgan natijani olib kelmagan. Agar esingizda bo'lsa, endi o'xshab qolgan vaziyatlar ham bo'lgan. Menga esimga kelgani o'sha 2015-yildagi U20 jahon chempionati. Ravshan Haydarov qo'l ostida Dastonbek Hamdamov, Otabek Shukurov, Eldor Shomurodovlar Yangi Zelandiyaga borishgandi va o'shanda biramallab guruhdan chiqishgandi. Esingizda bo'lsa, oxirgi o'yin Fijini 3-0 ga yutishgan va 3-o'rin bilan chiqishgan. Chunki U20 jahon chempionatlarida 24 ta jamoa bo'lib, o'sha paytda ham 3-o'rindan chiqsa bo'lardi. Guruhda birinchi va ikkinchi uchrashuvlarni yutqazib qo'yib, 3-o'rin bilan biramallab chiqishgandi. O'sha o'yinni sportda hatto ko'rsatmagan ham, biz boshqa o'yinni ko'rib o'tirganmiz. Oxirida o'sha yutib bo'lgandan keyin subtitr chiqqan, O'zbekiston Fiji 0-3 va O'zbekiston ham U20 jamoasi 3-o'rin bilan keyingi bosqichga yo'l oldi degan. Shunaqa paytlar bo'lgan. Shu o'yin esimga keldi, lekin ko'p holatlarda matematikaga taqalgan bo'lsa, biz chiqa olmagandik.